Makruh degan. O'sha kuyga solish degani o'sha lahnda aytganda, lahnda haligi boshida aytdik-ku, Alloh kalimasini boshidagi ani cho'zish, yoki bar deb cho'zishlikda. O'shani cho'zuvlarni to'g'ri aytib turib kuyga solsa bo'laveradi. Ha, shunday qilingan. Ovozni shirin qilishlik, ovozni yoqimli qilishlik talab qilinadi. Azonda. Sa'diy rahmatullohi alayhi aytarkan, bir qiziq qoidalar bor-da. Hazrat Tahonaviy rahmatullohi alayhi aytadi, shu muazzinlik to'g'risida yer yuzini hamma joyda bir xilda qoidasi bor deydi. Buzib azon aytadiganlar hech qanday qilmay aytadi deydi. Chiroyli aytadiganlar faqat juma kuni keladi deydi. Hindistonda ham shu ekan. Chiroyli aytgan faqat juma kuni keladi, buzib aytgan hech qanday qilmaydi. Men 10 yil aytaman deb niyat qilganman deydi. 10 yil odamlar zerikirish bilan ovora bo'ladi. Hazrat Sa'diy rahmatullohi alayhi yana aytadiki, biz tomonda bir muazzin bo'lardi, azon aytsa, azoni nihoyatda xunuk eshitiladida ovozi deydi. Keyin men unga aytyapman deydi. Shu azon aytganiga pul olarmikin demoqchiman-da deydi. Nimaga aytasiz azon desam, Xudo uchun aytaman debdi. Desam men unga nima dedim? Xudo uchun sizdan iltimos aytmang debdi. Alloh bu demak birinchidan juft qilib Allohu akbar Allohu akbar bitta narsa chiqarish kerak ekan-da. Endi qarang, hozir yaxshi esimga soldingiz-da. Haligi jim dedik-ku, jim. O'sha jimni ochsangiz, Jami Rumuzni ochsangiz, azonni to'xtab aytish kerak degan gapni o'shandan tushunishdi-ku. O'sha jimni ochsangiz, Alloma Qo'histoniy rahmatullohi alayhi Jami Rumuzda aytadilarki, bir savol bering menga. Allohu akbar deb turib sokin qilib keyingi Allohu akbarni aytadimi yoki qo'shib yuboray turganda Allohu akbarullohu akbar deb zamma bilan qo'shadimi yoki Allohu akbarallohu deb turib fatha bilan qo'shadimi degan odamda o'sha demak ma'lum bo'lyapti, u kishi qo'shadi deyapti-kanda. Agar qo'shadi demasa alohidadan aytadi deydigan bo'lsa, nima uni qanaqa qilib qo'shishni bizga o'rgatadi? Shayton ham bilsak bo'ladiki, Jami Rumuzning gapi emas u gap. Jami Rumuzning maqsadi shu Allohu akbardan boshqa kalimalarning o'rtasida nafas oling demoqchi. Ammo Allohu akbar u deb turib qo'shadimi, Allohu akbaro deb qo'shadimi? Unda ixtilof qilyapti kishi. Qaysinisi yaxshiroq? Allohu akbarul deb qo'shsa ham bo'laveradi, Allohu akbarol deb qo'shsa ham bo'laveradi deydi. Demak, ma'lum bo'ladiki, u kishi ham qo'shishga talabgor bo'lgan. Qo'shaver, hech qaysi qoidaga xilof bo'lmaydi. Allohu akbaru Allohu akbar deb bo'laveradi. Allohu akbar deb sokin qilib aytsa ham mayli, lekin nafas olmasin o'rtada. Bu bitta varianti. Yoki Allohu akbarullohu akbar deb aytsa ham mayli. Allohu akbarallohu akbar deb aytsa ham mayli. Allohu akbaro deganda qaysi o kelyapti? Keyingi kalimani boshidagi a bor-ku, Alloh kalimasi. O'shani aslida baqa roga qo'shib qo'yapti go'yo. Ish qilib bo'laveradi demoqchi-da. Akbaru Allohu akbar deb bo'laveradi. Sokin Allohu akbaru demaydi. Allohu akbar deb sokin qiladi. Agar ru degandan keyin keyingisi qo'shish kerak bo'ladi. Allohu akbarulloh bo'lish kerak bo'ladi. Takbir turib aytadi. Turib aytish kerak-da, yurmasdan. Illo qad qammasala kalimasi keyin yana bitta narsa bo'ladi. Kitoblarda bahs qiladi. Shu hayya ala solohda turish kerak deydi. Biz odamlar bilamiz, hayya ala solah deguncha o'tiraveradi. U noto'g'ri holat. Endi Alloma Taxtoviy rahmatullohi alayh Maroqil Falohda sharhida aytadilarki, hayya ala solohda tursin degani hayya ala solohgacha o'tiraver degani emas. U taqdimdan ehtiroz emas, ta'xirdan ehtiroz deydi. Ya'ni hayya ala saloh desa ham o'tiraverma degani u. Eng oxiri turganing o'sha yerda turgin demoqchi. Demak, oldinroq tursa bo'laveradi. Zotan iqomat degani turgizish degani. Va turgizish qayerdan boshlanadi? Iqomat Allohu akbar deyishdan boshlanadi. Demak, biz Allohu akbar deyishda tursak bo'laveradi. Biz o'sha hayya ala solohda turganligimiz uchun saflarimiz o'rtalari ochiq-ochiq qolib ketadi. O'sha iqomatni boshidayoq tursa, to imom niyatni qilib boshlaguncha saflar tekis bo'lgan bo'ladi. Imom ham o'tiraveradi, to'g'ri. Imomdan oldin turib olish makruh deyiladi. Bu makruhlikdan odamlarni chiqarishlik uchun imom ham shu takbirni boshlaganda tursa, odamlarga hech qanaqangi makruhlik bo'lmaydi. Imom ham o'tiravermaslik kerak. Chunki haligini ko'rib qotganda, hayya ala solohda tursin degan gapni tarjima qilganda, hayya ala solohdan oldin turavermaydi tarjima qilgan. Vaholanki kitobda egasining maqsadi hayya ala solohdan keyin o'tiraverma degani u. Yurib kelganlar ham
Ha, yuraveradi, yurib kelaveradi. Ha, yurib kelaveradi. Yo'q, tikka turib olib o'tirsin degan gaplar yo'q, yurib kelaveradi. Allohu akbar deganda ikkinchi Allohu akbarda asiga uni nima qiladi-da? Ha, qo'shadi. Majburlaydi ko'pchilik. Ha. Qanday deydi masalan? Allohu akbar degan deydi. Ha. Bunga e'tibor beradi. Hech narsa qilmaydi, tikka bo'laveradi, hech narsa qilmaydi. Agar o'sha Muhammad Rasulullohda turgan afzal degan gaplar bor, shu gapda. Ha, endi iqomat boshlanganda tursa bo'laveradi-da xullas. Ha, uni o'shani o'rlas janjallashib bo'ladigan narsa emas. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hujradan chiqib kelayotganlarida Hazrat Bilal roziyallohu taolo anhu azon aytsalar, o'sha payg'ambar vasallam kelgan saf o'rnidan turib ketaverar ekan. Qaysi safga yetib kelsalar, o'sha saf turaverar ekan. Orqadan kelyaptilar-ku. Ha. Oldingi safdagilar turmay turadi. O'sha safga kelganlarcha. Agar boshida imom o'zi mihrobda turgan bo'lsa, demak hamma tursa bo'laveradi degan gap chiqadi shunda. Takbir boshida qomat deyishlik. Ha, yaxshi gap bo'ldi mana shu qomat deyishlik zo'r gap bu. Esdan chiqib qolibdi asosiy janjal. Bunday bu otini tasvib deydi. Tasvib nima desa, e'londan keyin yana bitta e'lon degani. Bizning birinchi e'lonimiz azon bilan bo'ldi. Ikkinchi e'lonimiz qomat ya namoz vaqti bo'lib qoldi, turinglar deyish bilan bo'ladi. Endi har joylar bunaqa e'londan keyin e'lon qilishlikni o'zini tiliga xoslab qilaverganda, birov qomat, birov namoz bo'ldi, vaqt bo'lib qoldi degan masalan. Xo'p, bu o'zi asli joizmi, nojoizmi? Sahobalarning fikriga qaraganda bu bid'at bu. Nojoiz. Hazrat Bolanpuri rahmatullohi alayhi aytadilarki, fuqaholarimizni mutaaxirlardan ba'zilar bu narsani mustahab dedilar. Odamlarda ibodatga beparvolik bo'lib qolgandan keyin azon aytsa nima qilmayapti? Bular yana azon aytib yana to'rnindan deyish kerak. O'shanda keyin buni ba'zilar mustahab deb o'yladi. Va buni miqdori qanaqa bo'lish kerak desa, azon aytdi. Azon aytgandan keyin takbirni 10 daqiqadan keyin aytmoqchi. 5 ta azon aytgan, 5 10 da takbir aytmoqchi bo'lsa, qomat deb qo'yishi 5 ta bo'lish kerak bo'ladi. O'rtada bo'lish kerak bo'ladi. Ya'ni bu azon takbiriga ulab aytish g'irt ahmoqlik. Hech birorta mazhabda yo'q. Buni noto'g'ri tushunib olmasligimiz kerak. Qomat deyishni joiz degan bo'lsa, kimdir mayli o'sha gapga ehtirom saqlagan holda aytamizki, azon bilan takbirni o'rtasida aytgan bo'lish kerak. Ya'ni takbirga ulab aytilmaydi uni. Keyin Hazrat Bolanpur rahmatullohi aytadilarki, sahobalar nima uchun buni bid'at deb e'tiborga olgan? Chunki bu odamlarni azonga beehtirom qiladigan narsa asli qomat deyish. Chunki mo'minning sha'ni shuki azon aytildimi, bo'ldi, chaqiriq bo'ldi, ketdik deyish kerak. Bular nima deyapti? O'tirib, qomat desa keyin kiramiz deyapti. Demak, biz qomat deb ko'zimizga chiroyli ko'rinib turgan narsamiz odamlarni azonga beparvo qiladi. Azonni orqasidan takbir aytaverish kerak, bir pas kuttirib turib. Qomat demasdan. Azon duosini jahriy aytish kerakmi? Bu ham yaxshi gap. Azondagi duoni jahriy aytmaydi. Odamlarga o'rgataman. 20 yildan beri o'rgataveraman. Nima aytyapsan? Siz o'rgatyapman odamlarga deydi. Shu vaqtgacha o'rganmagan, 50 yildan keyin o'rganmaydi. Azon aytdimi? Azon aytgandan keyin azon aytib bo'lishi bilan bo'ldi. Buni vazifasi tugaydi. Muazzinning vazifasi. Bu azon bilan chaqiradi odamlar, duosi bilan chaqirmaydi. Azon aytdimi, salovatni aytib turib duoni qilaverish kerak hamma o'ziga o'zi. Keyin yana bir ta'kidlab aytdiki, azonda aytilayotganda muazzinda aytayotgan kalimalarini mislini aytinglar. Hadis shunday kelgan. Muazzin nimasi aynan shuni aytinglar. Allohu akbar desam Allohu akbar desiz, jalla jaloluhu demaysiz. Allohu akbardan keyin jalla jaloluhu desa mayli, el osmonda egasi aytadilarki, Allohu akbar deb turib, keyin orqasidan jalla jaloluhu deb turib aytsa mayli. Lekin jalla jaloluhu o'ziga kifoyalanmaydi. Allohu akbar desa, bu ham Allohu akbar deydi. O'sha muazzin qanchalik o'rtada nafas olsin desa, orqadagilar shuni aytgan kalimasini qaytarib oladigan darajada vaqt bersin ularga deydi. Hayya alal falah dedi, orqada ham hayya alal falah deb olsin ichida. Va ashhadu anna Muhammadar Rasululloh kalimasini aytganda salovat aytmasin. Aynan ashhadu anna Muhammadar Rasulullohni o'zini qaytarsin. Xo'p, endi bizda keyin savol paydo bo'ladi. Salovat aytish vojibmi-ku? Salovat nima bo'ldi endi desangiz, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'zlari javob berib aytdilarki, azon aytilgandan keyin har kim menga salovat aytsa deganlar. Salovatni o'rni azondan keyin bo'lar ekan. Salovat aytsa va buni azonning duosini o'qisa, menga maqomi Mahmudni Xudoning huzurida so'rab bersa, men u odamni shafaat qilaman deganlar.
Hazratli gaplarni o'tgan safar ham gapirdim, e'tibor qilgan bo'lsalaringiz. Maqomi Mahmud degan bir maqomda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilarki, bu bir maqomiki Xudo taolo bitta bandadan boshqa hech kimga u maqomni bermaydi. Rasululloh aytganlar, o'sha maqomga men nomzod bo'lsam kerak degan umidim bor deganlar. Endi o'sha maqomni kim menga Xudodan so'rab bersa, o'sha odamni men shafaat qilaman deganlar azondan keyin. Hazrat aytadilarki, demak o'sha maqomda bitta nomzodi bor ekan. Haqiqiy saylanish kerak bo'lgan odami. Va payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'sha men bo'lsam kerak, o'sha joyga haqiqiy ega bo'ladigan deb aytayaptilar. Demak, ummatning vazifasi payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom o'sha mansabga chiqsinlarda go'yo ovoz berib turgan odamga o'xshaydi. Ovoz beryapti. Bir odam deputat bo'ladigan bo'lsa, deputatga biz ovoz beradigan bo'lsak, uni bizga va'da qiladigan va'dasi nima bo'ladi? Qilmaydi va'dasini. Aytadi, mahallangizni asfalt qilib beraman deydi. Gaz tortib beraman deydi. 50 yildan beri kelgani yo'q masalan. Gaz tortib beraman deydi. Ammo payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam aytayaptilarki, kim menga o'sha maqom Mahmudni so'rab Xudoning huzurida menga ovoz bersa, shafaat qilaman deb. Bu va'dalar inshaalloh va'dasini ustidan chiqadigan, va'dalarga xilof qilmaydigan zotlar. Demak, maqom Mahmudni so'rashdan oldin salovat aytsin deganlar. Ha, bu ham yaxshi. Endi muazzinda aytib turgan gapini mislini qaytarsinlar, illo hayya alas salah, hayya alal falah kalimalar bundan mustasno, unda la havla va la quvvata illa billahni aytsinlar kelar hadisda. Endi bizda odamlar la havla va la quvvata illa billahni davomi mashaalloh deb o'ylab turib, bittasiga la havla va la quvvata illa billah, ikkinchisiga mashaalloh deb. Unday emas. Ikkoviga ham la havla va la quvvata illa billah deyiladi. Alloma ibn Humam rahmatulloh alayh agar aynan hayya alas salah kalimasini qaytarsa ham mayli deganlar. La havlani aytmasa ham. Aytmasa ham, ikkovini aytsa ham mayli deganlar. Agar bittasini aytsa ham bo'laveradi deganlar-da. Ha, ya'ni muazzinda aynan aytgan gapini mislini qaytaringlar degan gapga shunda amal bo'ladi. Domla. Endi azon aytganda ba'zi domlalar Allohni ulug'lashda bittasini qisqartirib o'zi bir xil ayt deganda ham aytgan shuni. Yo'q, uni aytaveradi. Shahadonni Muhammad Rasululloh deganlar yosh kattalar. U ham bo'laveradi. U hadisda sabit bo'lgan, o'ta zaif hadisda sabit bo'lgan. O'shaning uchun buni sunnat qilib joriy qilmaslik kerak. Zaif hadisda joriy bo'lgan, sabit bo'lgan narsalarga amal qilishligining uslubi shunday bo'ladiki, zaif hadis bilan sabit bo'lgan narsani odam sunnat deb bilmaslik kerak. Va buni goh-gohida amal qilsa bo'laveradi. Buni ham bir fazilat bo'lsa, buni ham fazilatiga ega bo'lib qo'yilay deb qilsa bo'ladi. Lekin buni doim shuni qilish kerak, qilmagan odamni malomat qilish kerak degan o'tmaslik kerak. Hamma narsaga o'zini darajasini berish kerak. Azon bo'laveradi. Azon bo'laveradi. Azonda esdan chiqarish qachon bo'ladi? Qachon azonni vaqti kirmasdan oldin aytganimizda qaytarish kerak bo'ladi. Vaqti kirmasdan aytib qo'ydimi? Hatto chiqib turib muazzin e'lon qilish kerak bo'ladi. Odamlar xato aytib yoribman deyish kerak. Chunki buni gapiga ishonib odamlar namoz o'qib borgan bo'lishi mumkin-da. Xato aytib yoribman deyish kerak. Ya'ni as-salot xayru minan nam aytmasa. Shu aytmadi-ku. Aytmagandan iloji yo'q. Takbir aytmaydi. Ha? Yo, takbir aytmaydi. Takbir faqatgina o'sha farz namozlarga aytiladi xolos. Xo'p. Ha. Misol ozon aytgandan keyin ba'zilar o'sha iqomatgacha vaqt bo'lsa o'tiradi. Ha. Ba'zilar turadi. Shuni nima qilish kerak? O'tirish kerak? O'tirmaydi, o'tiradi, turadi. O'tirish kerak emas. Oyoq o'sh qolgan bo'lsa. Azon bilan shomdan boshqa namozlarda. Ha. Azon bilan takbirda iqomat o'rtasida qancha vaqt berish kerak deyilsa, hadisda aytiladiki, bir toratga kirib ketgan odam hojatdan chiqib bet qo'lini yuvgidek vaqt bo'lish kerak. Ovqat yeb turgan odam sal nafsi orom olib ovqat yeb olguniga vaqt berish kerak bo'ladi. Ha, shunaqa. Keyin azonni Hindistonlarda ba'zi masjidlarda azonni soat 1 da aytardida, keyin 1:30 da peshin o'qirdi. Hazrat achchiqlariga aytadilar, "Sen azonni ma'nosini yo'qotib yuboryapsan" dedilar. Azon aytganda odam harakat qilish kerak, yarim soat farq qiladimi jahonda dedilar. 10-15 daqiqa bo'lsa boshqa gap. Qazolarda ham bir odam masalan bir o'tirishda 10 ta qazo o'qimoqchi bo'lsa, bitta azon aytadi, qolganiga bittadan takbirat o'qib ketaveradi. Hammasiga azon aytaman desa ham aytaversin. Bitta azon aytib, qolganiga takbir aytadi. As-salot xayru minan nam bismillah ham qaytarsa bo'laveradi. Sadaqta desa ham bo'laveradi deyilgan. Muazzin to'g'ri aytayapsiz. Namoz uyqudan yaxshi deyapti-da. To'g'ri aytgan desa ham bo'laveradi. Bilmadim, uni sifatini bilmayman lekin. Aytasiz, savob.
Xo'p. Namozni o'qish joiz bo'lmagan vaqtlar 5 ta vaqt bo'ladi va bu 5 ta vaqt ichida 3 tasi makruh tahrimiy bo'ladi, jiddiy makruh bo'ladi va ikkitasi makruh bo'ladi. Birinchisi quyosh chiqib turgan vaqti va ikkinchisi quyosh rosa qiyomga kelgan vaqti, uchinchisi quyosh botib turgan vaqti. Bu makruh tahrimiy, jiddiy makruh bo'lgan vaqtlar. Endi nafl namozni o'zini o'qish makruh bo'lgan vaqtlar. U haligi 3 ta vaqtda hech qaysi namoz o'qilmaydi. Farz ham o'qilmaydi, janoza ham o'qilmaydi, sajda tilovat ham qilinmaydi. Ammo namozni makruh bo'lishligi, ya'ni faqat nafl o'qish makruh bo'lgan vaqtlar bomdod vaqtida bo'ladi. Bomdodni vaqti kirdi, bo'ldi. Hech qanaqangi nafl sig'maydi, bomdod sunnatidan tashqari. Tahiyat masjid ham, shukr o'zi ham, boshqa namoz ham o'qilmaydi. Asrda ham makruh vaqt bo'ladi. Qachon bo'ladi? Asr namozini o'qigandan keyin boshlanadi. Asr vaqtida emas. Asrda vaqti masalan soat 4 da kirgan va soat 6 da masalan shom vaqti bo'lyapti, lekin bu asrda soat 5 da o'qiyapti. Shu 5 gacha nafl o'qiveradi. Asrda vaqt kirib bo'lgan bo'lsa ham. Asrda qachon har bitta odam o'zi asr o'qidimi? Asr o'qigandan keyin bu uchun makruh vaqt kiradi endi. O'zi uchun, ha. Masalan, birovlar masalan soat 5 da asrda o'qib oldi. Ular uchun makruh. Lekin men soat 6 da o'qiydigan bo'lsam, menga nafl o'qish makruhligi 6 dan keyin boshlanadi. Bomdodda unaqa emas. Bomdodda namozni o'qing, o'qimang, qizig'i yo'q. Bomdodda tong otib vaqt kirganda bo'ldi, makruh vaqt boshlanadi. Eshinligicha. Ha. Roza tutgan. Ana yaxshi gap mana shu. Qiyom vaqtining ichida bo'ladi, kim biladi? 12, 14 dan boshlanishi. Ha? Hech kim bilmaydi. Vaqtlarga qarab o'zgaradi. O'z mana muazzinda. Bunday bo'ladi. Biz hali o'rischa aytganda to'shni bilib olishimiz kerak bo'lsa, mahalliy qiyomni bilishlik uchun hammangiz o'zingiz tajriba qilib sinab ko'raverasiz. Bomdod vaqti nechida tugab quyosh chiqadi-ku? Soat 7 da masalan tugadi deydi. Va nechida shom kiradi. Ikkovini o'rtasidagi vaqt qiyom bo'ladi. Ikkovini o'rtasida siz qiyom bo'ladi. Va qiyom vaqti bir minut ham davom etmaydi u. U to'xtab turmaydi, dam olib, avtonomga qilib ketaveradi, ketaveradi. O'sha to'xtab turgan vaqtida, aynan o'sha vaqtga siz namozingiz to'g'ri kelib qolsa, masalan bir rakatini o'qidingiz, ikkinchi rakatga o'sha to'g'ri kelib qoldi. Demak, siz nojoiz ish qilgan bo'lasiz. O'shaning uchun ehtiyotan o'sha vaqt kelishdan sal 5 minut oldin va 5 minut keyin to'xtab turaverish kerak. Chunki sizga o'shaga to'g'ri kelib qolmasligi uchun. Lekin u birovlar aytgandek 15 minut, 20 minut davom etadigan narsa emas. Sekund o'tib ketadi u. Quyosh yozib qo'ygan taqvimlar. Quyosh bilan shomni o'rtasi qiyom bo'ladi. O'sha o'rtasidan 1 minut o'tgandan keyin peshinni vaqti kiradi o'zi. Chunki zavol sal oqsa bo'ldi-da, quyosh chiqqandan sal oqsa bo'ldi. Masalan, quyosh mana yumaloq turgan narsa bor-ku. Mana shu o'rtadan chiziq tortasiz masalan. Yumaloq bunday keldi masalan, bunday keldi. Mana shu o'rtasiga kelganda bo'ldi, o'zi qiyom bo'ladi. Bu yoqqa o'tish ham shart emas hatto yumaloqda. O'shandan sal qimillab qolsa bo'ldi. 50% ga kelganda qiyom bo'ldi. 51% bo'lganda, ba'da 49 qolganda, ba'da 51 bo'lganda bo'ldi. Shu bilan peshinni vaqti kiradi. Lekin o'sha vaqtga to'g'ri kelib qolmasin deb ehtiyotan 5 minut oldin to'xtab turavering deyish kerak bo'ladi. Qiyom shu. Asrda o'qisa bo'ladimi, shom vaqtiga makruh paytida kech qolgan? Bu ham yaxshi gap. Makruh vaqt qachon boshlanadi? Shomdan oldingi makruh vaqtimiz bor-ku. Mana quyosh chiqyapti, Quyosh chiqqandan keyin masalan hayitni o'qiyapmiz yo ishroq o'qiydigan odam ishroq o'qiyapti. Makruhlik qachon tugaydi? Quyosh chiqib turganda. Quyosh chiqishdi mana shu chekkaga kelib yorug' bo'lib ketdi. Osmon yorug' bo'lib ketdi, hali chiqqan yo'q. Shu chiqmaganicha makruh vaqt boshlanmaydi. Mukammal vaqt turaveradi bomdodni vaqtida. O'shaning uchun bomdodni oxirigacha taqib yuryapsiz, makruh bo'lib qolyapti degan gap yo'q. Agar vaqtni o'ta zo'r biladigan bo'lsa, hozir men bomdodni o'qiyman, salom berganimdan keyin 1 minutdan keyin masalan quyosh chiqadi, aniq bilsa, bemalol o'qaveradi. Makruh vaqti yo'q. Hazrati Shabbir Ahmad Usmoniy rahmatullohi alayh bomdod namozini o'qir ekanlar va bomdodni quyosh nimasi tongda otishi bilan sunnatni o'qir ekanlarda, o'sha qorong'ida bomdodni boshlar ekanlar. Va bomdodni vaqti chiqib ketgungacha qiroat davom etar ekan. 1 soatmi, 1,5 soatmi ketar ekanda. Butun Hazrat Shabbir Ahmad Usmoniy bomdodga bugun imomga o'tadilar degan gap agar tarqasa, kechasi xutbonda tarqasa, hamma to'planib kelar ekan.
Hali maqsad ham hosil bo'ladi. Qiroatni eshitaman degan odam ahliroq kelib eshitaveradi, kecha qolgan odamlar rakatga yetib kelaveradi, chunki qiroat oxirigacha davom etadi. Va bu kishi salom berishlari bilan masjid tashqariga yugurib ketar ekan. Nima yugurarsa, quyosh chiqib qolmadimikin deb yugurar ekan. Shu qadar vaqti zo'r bo'lar ekanda, chiqib quyosh chiqmagan bo'lar, lekin yorishib ketar ekanda hamma joy. Demak, agar eplayman desa, o'sha qachon ham o'qiradi. Makruh vaqt bunda bo'lmaydi. Makruh vaqt qachon boshlanadi? Bomdod vaqtida quyosh chiqqanda, shu qoshi ko'ringanda boshlanadi. Hammasi chiqib olish shart emas, shu qoshi sariq qoshi ko'ringanda bo'ldi. Makruh vaqt boshlanadi va bu makruh vaqt qachongacha endi davom etadi. Siz quyoshga qarayapsiz, qip-qizil turibdi, ko'zingiz qamashmayapti. Ko'zingiz qamashni boshlaganda shu bilan keyin makruh vaqt tugaydi. Modomiki ko'zingiz qamashmayaptimi, ya chiroyli qip-qizil bo'lib turibdimi, demak makruh vaqt bo'ladi. O'shandan keyin o'qsa bo'ladi endi. O'sha qizillik tugagandan keyin ko'z qaraganingizda ko'z jimirlashib ketadigan bo'lganda, namoz makruh vaqti tugaydi, endi nafil o'qiydimi, hayit o'qiydimi o'qiradi. Va bunga qancha minut ketadi endi? Beruniylarning hisobiga qaraganda bunga 3 gradus vaqt kerak bo'ladi. 3 gradus. Va har bir gradusingiz qish bilan yozda farqli bo'ladi. Mana hozirgi kunimizda quyoshning gradusi 6 minut. Mana shu kunimizda 6 minut. Demak, 18 minutdan keyin makruh vaqt tugaydi. Hali yozga borganda 7 minutga ham chiqib qoladi gradus. Unda 21 minut bo'ladi masalan. Kamayganda o'qishni kunlarida 4,5 minutga ham tushib qoladi, 4 minutga ham tushib qoladi. Unda demak 12 minut, 13 minutdan keyin o'qisa ham bo'laveradi. Ya'ni bu kun uzayib, kun kaltalashga bog'liq narsa. Ya'ni taxminan o'rtacha olganimizda 20 minutlardan keyin makruh vaqt tugaydi. O'shandan keyin ishroq namozini o'qiyman degan odam ham o'qiradi, hayit o'qiydigan ham o'qiradi. Bomdod sunnatini o'qiy olmay qolsa, keyin farzlarga o'qimaydi. Bomdodda farzini o'ga yetib kelgan odam sunnatni o'qiy olmasa, keyin sunnat qoldi, shu bilan o'qimaydi. Tog'li hududlarda qanaqa? Quyosh ko'tarilishi. Tog'li hududda xuddi shunaqa ko'tariladi, faqat uni Tog'dan keyin ko'tarilsa, mana bundayda. Bu tomonimizdan tog'. Bu tomon ham tog'. Quyosh bu yoqqa botib ketdi. Bizga ko'rinmayapti. Agar quyosh tog'ni orqasiga botib ketganligini e'tiborga oladigan bo'lsak, bizda peshon o'qiydigan vaqtda ham botib ketaveradi-da. O'shaning uchun bular qanaqa qilib aniqlaydi desa, bular quyosh botganligini bu tog'dagi, bu tomondagi tog'ni uchiga yorug' tushib turgandan biladi. Oftob vaqtni ko'rmayapti, baqaligini tushaveradi, bu tog'da, bu tomondagi tog'ga tushaveradi. O'sha modamiki bu tog'ni tepasida yorug'lik turibdimi, bilingki hali quyosh botgani yo'q. Shu yorug'lik tepasida tugasa, bo'ldi quyosh botgan bo'ladi. O'shani aytyapmiz, makruh bo'ladi. O'shani bilib olish kerak. Haqiqatda to'g'ri aytyaptilar-da, ko'pchilik bu tahiyat masjid o'qiradi. Bunaqa emas. Bomdodning sunnatidan boshqa namoz o'qib bo'lmaydi. Qazo o'qisa bo'ladi. Qazoni ham masjidda o'qimaslik kerak makruh vaqtda. Chunki sizni ko'rgan odamlar bu nafil o'qiyapti deb o'ylaydi-da. Siz 50 qazoingiz borligini bilmaydi. O'shaning uchun qazoni namoz makruh bo'lgan vaqtda emas, boshqa vaqtlarda o'qish kerak bo'ladi. Ya'ni hatto mana bitta yaxshi gap aytaylik. Vitr vojibdi deydi. Vitr sizni namoz o'qib turganingizni ko'rgan odam bu odam nafil o'qiyapti deydigan holat paydo qilishingiz kerak-da. Sizni qazoyi o'qiyapti, siz masalan makruh vaqtda qazo o'qishingiz joizku, demak bu odam hozir qazo o'qiyapti deyishlik sizni haqingizda yaxshi gap bo'lmaydi. Siz haqingizda nafil o'qiyapti, bu degan yaxshi gumon yaxshi. Uning uchun demak nafilni o'qishlar makruh bo'lmagan vaqtda o'qishingiz kerak. Hatto vitr vojibda qazosini o'qiy turgan odam 3-rakatda qo'lni ko'taradigan joyda qo'lni ko'tarmasin deydi. Nimaga? Bu vitrda qazo qilgan ekan, kecha uxlab qolib deydi. Siz qo'lingizni ko'tarmasangiz bilmaydi, vitr o'qiy turganingiz, nafil o'qiyapsiz deb o'ylasin. Ya'ni odam Xudo bergan obro'sini himoya qilish kerak. Vitr qachon qazo bo'ladi? Vitr bomdod vaqtida qazo bo'ladi. Kirganda. Ha? Azondimi? Azonda rukni degan ma'noda siz junub odam aytolmaydi. Yo, uni bilmadim, uni masalani bilmadim. Agar lafzlari to'g'risida yaxshi gapini ko'rish kerak ekan. Agar qaysidir lafzi qolsa qaytaradi degan gaplarni ko'rish kerak. Lekin shunchalik bilamanki, betahorat odam aytsa qaytarmaydi, junub odam aytsa qaytaradi. Hamda vitr vojibni bu yerda shu guvoh bo'lib qoldik. O'qiyotganda sizlar ikkinchi rakatga surib, qulyani o'qidi tagin, keyin orqasidan qulfallarni o'qib, quloqqa qo'ydi. Uchinchi rakat qoldi. Vitr vojib bo'lmadi endi. Vitr vojib bo'lmaydi. Vitr to'g'risida yaxshi bahs qilamiz, Xudo xolasa.
ana hozir chiqdi unaqa fitnalar chiqyapti-ku, 3 rakat o'qish kerakmi, 1 rakat o'qish kerakmi degan, uni to'g'risida gaplashamiz inshaalloh yana. Ha. Savol gaplashib turaylik biz boshqa. Ha, yo unaqa narsa yo'q. Ha, duodan keyin sajda qilishga nima qilmaslik kerak. Sura Ixlosni o'zini yodlaganimizda Sura Ixlosni o'zini o'qiydi-da. Keyin mana bunday har bitta namozga bitta surani belgilab qo'ysa makruh deyiladi. Gap, yaxshi gap bor bunaqa gap. Lekin bu degani mana shu namozga shu surani o'qiyman, bundan boshqa surani o'qimayman desa bo'lmaydi. Lekin bitta surani boshqa namozlarga ham bunga ham o'qiyapti, doim bomdodga o'qiydi, bunga ham o'qiradi. Masalan, uni otini bir surani bitta namozga xoslab qo'yish deyilmaydi. Bitta suradan boshqa sura o'qimasa shu xoslash bo'ladi. Azon borasida azon chaqirgan vaqtda o'qish kerak. Yurasi yuksam yuraveradi. Ha. Yo'q. Mahr faqat mol bo'ladi. Moliyaviy narsa. Yo'q, umraga olib boraman desa, hajga olib boraman desa mahr bo'lmaydi. Umrani pulini beraman desa keyin mahr bo'ladi. Bo'laveradi. Bayat qilishlik uchun shayxga bo'ladi yo poshshoga bo'ladi bayat qilish. Joiz emas. Hazrat Abduhayy Laknaviy rahmatullohi alayhi davrida shu tasbih ko'tarib yurgan odamlar haqida ixtilof bo'lar ekanda. Bizda bor odamlar gunoh qilsang sanamaysan, nima yaxshiliklarni sanayapsan deydi. U kishi tasbihni bid'at emasligi va sunnatga muvofiq ekanligini isbotlash uchun sahobalarda ham tasbihga o'xshagan mayda toshlari, shunaqa narsa sanaydigan narsalari bo'lganligini zikr qilganlarda, keyin keltirib oxirida xulosa aytgan tasbih haqida. Tasbihning fazilatiga bitta narsani o'zi yetadi. Qo'liga olgan odam zikr qiladi baribir degan. 3 marta zikr qilmasdan tasbih cho'ntagiga solmaydi. Shuni o'zi tasbihning fazilatiga kifoya qiladi. Mana? Ha, yaxshi gap bu ham. Bu zargarlarda ham bunaqa savol ko'p chiqadi. Tillolarni masalan nasiyaga oldi-sotdi qilamiz bo'ladimi deydi. Tillo bilan tilloni bir-biriga almashtirib turganda nasiya savdo qilishligi ribo bo'ladi. Tilloni tilloga almashganda. Tilloni jinsidan boshqa narsaga almashtirib turganda, masalan hozirgi qog'oz pullarga almashtirib turganda nasiyaga sotish desa qilmaydi, bo'laveradi. Buni isbotiga Hazrat Taqi Usmoniy Domat Barakotim rosa yaxshi bahslar qilganlar. Endi shu yerda kelganmidi? Ya'ni bu qog'oz pullarni ham shunga o'xshaganda, qog'oz pullarni ham masalasi biz qog'oz pulda orqasida tillo bormi, yo'qmi? Kim biladi? Masalan, Qirg'izistonda aniq ishonaman, orqasida bir tiyin dollar nimasi yo'q. Lekin Xudo bergan qiymat puli bir xilda turaveradi. Uni orqasida hech narsasi yo'q. Demak, ma'lum bo'ladiki, pulga qiymat berish, pulga qadr berish bu Xudoning ishi bu. Iqtisod jihatidan masalan bizga solishtirganda ancha orqada bo'lishi mumkin. Lekin Xudo puliga baraka bergan turaveradi. Demak, bu qog'oz pullarda orqasida tillo bor degan gaplar quruq gap bo'ladi. Hech qanaqangi tillo yo'q buni orqasida. Bu o'zi qimmatbaho qog'oz bu. Demak, tillo bilan tilloni almashtirganda nasiya savdo qilishliklari joiz bo'lmagan. Ammo qog'oz pullarda bunaqa hukm yo'q. Masalan, tilloni ertalab so'mda berib, kechqurun dollar olaman desa olaveradi. Illo qo'rqinchli joyi shuki, qog'oz pulni ertalab berganligi uchun dollarni kechqurun menga arzon qilib berasiz, sutxo'r bo'ladi lekin. Qog'oz pulni bersa, narxini o'zgartirmasin lekin. Masalan, sutxo'rlikka yo'l ochiladi. O'shanda yaxshisi narx-manaq qilavering deyish kerak. Agar farazan kechqurun beraman desa ham, agar narxini o'zgartirmasa bo'laveradi. Tillolarning savdosida ham o'tib shunaqangi. Bir-biriga almashtirganda ribo bo'ladida. Agar qog'oz pulga almashtirgan bo'lsa, tilloni bugun berib, ertaga masalan qog'oz pulini ertaga olsa ham bo'laveradi. Yo qog'oz pulni oldin berib, tilloni keyin ham olaveradi. Yo'q. Ha. Tilloni masalan bunday.
Bir odam cho'ng'arani guruch bilan uni avangardda almashtiraman, bu cho'ng'ara qimmatroq, bunisi arzonroq desa, buni kilosini kam, bunisini ko'p qilgan bo'lsa, sutxo'r bo'ladi. Uni sifatiga guruchda baribir ikkovi ham jinsi bir xil. Jinsi bir xil bo'lganligi uchun sifatlarga qaralmaydi. Almashaman desa, tepadan almashish kerak. Ha, endi qarazan bu aytaylikki, o'sha bitta 1 kilo cho'ng'arasiga 2 kilo buni guruchdan olmoqchi. Nima qiladi desa, 1 kilo cho'ng'arani beradi-da, men sizga deydi, shuni masalan 100 mingga sotdim deydi. Ha, bo'pti, oldim deydi. Bu pulga kelishsin. U narigi odam nimaga qarz bo'ldi? Narigi odam bizga so'mga qarz bo'lib qoldi. Bizdan guruch oldida 100 ming so'mga qarz bo'ldi. Endi men aytayapmanki, hali 100 ming o'rniga 2 kilo buni guruchdan bering desam bo'laveradi. Buni 1 kiloga, buni 2 kilo guruch desam rasvo qilasiz ishda. 1 kilo guruchni pulga soting, va mayli pulni bermasin ham. Bo'ynida qarz bo'lsin, zimmasida qarz bo'lsin, o'sha qarzini evaziga keyin bizga 2 kilo boshqa guruchdan bersin. Ya'ni boshma-bosh almashganda suhur bo'ladi. Bo'laveradi. Aytyapmiz, u gap faqat tilloga tegishli. Va bu qog'oz pullarning orqasida tillo bo'lgan vaqtida tegishli. Bitta narsa aytib beraman, Xudo rahmatsin. Bishkekda Habibulloh domla bo'lardilar. Alloh rahmatsin. O'ta zabardast katta olim edilar. O'zlari Dog'istonlik edilar, Dargin domla edilar. O'sha Bishkekda bilsalaringiz, aeroportining orqasida o'sha Dog'istonliklarning mahallasi bor. O'sha 32-yillardami baqa surgun qilib ularni baqa olib kelgan ekanda, Stalin davrida. Bu yerdan orqa ketgan, u yoqdan baqa kelgan. Juda ham yaxshi olimlari kelgan. Tasavvur qiling, bizni O'rta Osiyoda ularda qanday katta olimlar bo'lmagan. Xudo rahmatsin, domla Ilyos deganlari bo'lgan, o'sha domlalarning ustozlari, o'sha kelganlar ichida eng ilmlilaridan bo'lgan. Bular deyarli hammalari onalarida ilm o'qishar ekan. Bu domlalar. Onalari shunaqa olim bo'lgan ekan. U zabardast olim bular. Bularda o'qigan. O'sha kishinikiga borganimizda shu nima haqida gap chiqib ketdi. Dollar orqasi. Aytdilarki, bizni mullalar dedilar, bularning kallasi gurguchalik ham ishlamaydi dedilar. Bular aytadi, bu qog'oz pul desam, ular yo bu tillo deb aytadi dedilar. Buni gurgut masalani hal qilib qo'yadi. Dollarda masalan yoqsa yonib ketadi, tillo yonmaydi desam, ular bilmaydi shuni, gurgutcha ishlamaydi kallasi dedilar. Men keyin aytdimki, Taqi Usmonov rosa katta olimlar-ku. Masalan, dunyodagi eng zabardast olimlar sanoqlilar ichida turibdi. Endi u kishi Taqi Usmonni tanimaydilar shekilli, lekin men aytdimki, hazrat gapingiz to'g'ri, lekin Taqi Usmonni ham bu oddiy qimmatbaho qog'ozning orqasiga shunaqangi tillo yo'q deydilar. Ana ko'rdingmi, Taqi Usmonni ham katta mulla ekan, bir xil chiqyapti gapingiz. Bo'lar-a? Amin. Alhamdulillah hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ihdinas siratal mustaqim. Allohumma